Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun mana sizdan kelgan savolga javob berish boshlamoqchimiz. Bir qizil xat bor edi, shuni o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum, sizni ko'rsatuvlaringizni ko'rib boraman. Maslahatingiz juda o'rinli. Bir savolim bor edi. Men turmush o'rtog'im bilan ilgari uzoq muddatda 3-4 oyda bir marta jinsiy aloqada bo'lardim. Endi yoshim 48da turmush o'rtog'im har kuni jinsiy aloqa qilish yoqtiradi, xohlaydi. Endi menga yoqmayapti. Nima uchun yosh bo'lganda xohlamasdan endi xohlayapti? Men tushunmayapman. Menga murojaat qilayotgan har 3-chi bemorda barvaqt eyakulyatsiya holati uchraydi. Soft brendi asosida ishlab chiqarilayotgan prolongatorlarni, spreylarni sizlarga maslahat beraman. Bu sizda bir necha barobar jinsiy aloqa vaqtini uzaytirib beradi. Men maslahat beraman. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni qo'shib lubrikantlarni qabul qilishi, ularni ishlatishi bu aloqani ravshanlashtirishda, sifatini oshirishda va sezuvchanlikni yanada yaxshilashda yaxshi yordam bo'ladi. Spreyni ishlatgandan keyin yuvib tashlash yodingizdan chiqmasin. Soft brendi asosida ishlab chiqarilgan prolongatorlarni mamlakatimizdagi aptekalardan yoki yozilgan telefonlar orqali xarid qilishingiz mumkin. Birdaniga erkak kishini jinsiy holati o'zgarib qolganligi to'g'risida gapirmoqchiman. Ba'zi bir kasalliklar borki, onkologiya kasalliklarida shunaqa erkaklarda birdaniga o'sha testosteron miqdori o'sib ketib qolib, u erkak kishida shunaqa talablar yuqori bo'ladi. Bunaqa holatda agarda bu ilgari har qatda ilgari jinsiy aloqalar bo'lmagan, o'ynashlari bo'lgani, xotiniga qo'li tegmagan, haftada, oylada bir marta qarab qo'ygan xotin to'g'risida gapirayotganimi, har qatda ayoli bilan shunaqa yotgan, u erkak kishi o'zi biladi. Birdan sizda jinsiy faoliyatga o'sha qiziqish kuchayib ketib qolib, libido oshib ketib, talab kuchayib ketayotgan bo'lsa, ko'pgina o'sha onkologik kasalliklar holatida ham shunaqa holat bo'ladi. Bizda ko'p o'sha praktikamizda shunaqa holatlar bo'lgan. Ba'zi bir onkologik kasallarida o'sha gormon ishlab chiqaruvchi bezlardan o'simta o'sganida shunaqa testosteronni sathi oshib ketib qolib, shunaqa holatda bo'lishi mumkin. Keyingisi erkaklarda yoshligida temperamentsi yuqori, xotini yoqmaydi. Endi burchim deb unda bir qarab qo'yadi, lekin o'zi ko'proq qayerdadir kimni topib, boshqa qildirib yashab yuradi. Yoki bo'lmasam uni o'sha realizatsiya bo'lmagan fantaziyalari borki, xotini bilan bu narsani to'g'ri deb bilmaydi, boshqa yo'lida shu narsani qilib yuradi. Lekin o'sha masalan o'ynashi bor, o'ynashiga borib, o'sha ko'nglidagi fantaziyasi bilan yaqinlik qilib kelsa, unda o'sha yaqinlik qilgandan keyin yuqori kuchli rag'batlantirish oladi jinsiy. Uyga kelgandan keyin ham даже o'sha ko'tarinki ruh bilan, ko'tarinki o'sha rag'batlantirish bilan kelgani uchun ayoli ham bilan ham yaxshi aloqa bo'ladi. Erkaklarni o'sha birdaniga yaxshi bo'lib qolishini ham yana bitta sababi, ya'ni ko'p yillar o'zini fantaziyasini realizatsiya qila olmagan. Mana bizga ko'p bemorlarim keladi. Ichimda deydi, har doim shu narsa bo'lgan. Endi o'zbekchilik, xotin bilan unda yotib turganman, bosh qilganman, lekin mana shu miyamdagi narsa meni qiynayvergan. Xo'p, nima bo'ldi? Yaqinda bittasini oldim, boshqa qildim. U menga shunaqa qilib qo'ydi, men zo'r bo'ldim, osmonlarda uchib yuraman. Xotinim ham borib o'sha 2 martalab ham qilyapman. Ungacha nima bo'lgan? Haftada bir, 10 kunda bir bo'lardi. O'sha deb shu narsani aytib beradi. Ya'ni unaqa bemorlar ko'p. Sizni o'sha fantaziyangizdagi bo'lgan narsani hisobiga ham sizda o'sha jinsiy kuchlayish yuqori bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Keyin o'sha rag'batlantirishda, ko'tarinki ruhda uyga kelinadi, xotin bilan ham yana shunaqa narsa holat bo'lishi. Men birorta sabablari nimaga bunaqa bo'layotgan. Lekin siz aytayotgandek, 3 oyda bitta aloqa qilib turib, birdaniga o'sha 50 yoshdan oshgandan keyin unda har kuni
talab bir necha martadan talab bo'lishi bu bo'lmagan narsa, hech qachon unaqa narsa bo'lmaydi. Agar mana yuqorida aytayotgan holatdan bitta yarimta narsa shunaqa narsa bo'lmagan bo'lsa. Asli erkaklarda shu 35 yoshdan keyin, ayniqsa ilmda 39 yosh deb aytiladi. Erkaklarda o'sha jinsiy faoliyat yiliga 2,5-3% ga kamayib boradi. Shuning uchun 60 yoshli erkaklarda deyiladi 60% ga yaqin jinsiy zaiflik uchraydi. 80 yoshda 80% bo'ladi deb aytiladi. Endi shunaqa nima bor, ilmiy ishlar qilingan, shu ilmiy tadqiqotlarda shunaqa sifralar ko'rsatilgan hisoblanadi. O'ylaymanki, agarda shunaqa holat bo'lsa, albatta baribir doktorni ko'rikdan o'tish kerak. Ayniqsa erkak kishi o'zi biladi, shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa, unda ko'rinish kerak. Endi ko'p erkaklarimizga yana beradigan shu o'rtada maslahatimiz bor. Agar sizda jinsiy qanaqadir o'sha realizatsiya qilinmagan fantaziyalar bo'ladigan bo'lsa, shu fantaziyalaringiz ramka ichida bo'ladigan bo'lsa, nikohli ayolingiz bilan bu narsani amalga oshirsangiz bo'ladi. Nikohli ayollarning bilan er xotin o'rtasida muammo bo'lmaydi hech qanaqa narsa. Lekin agar sizni fantaziyangiz ayol kishiga qanaqadir jarohat yetkazadigan, unga yoqmaydigan bo'ladigan bo'lsa, bu narsani qilishni maslahat bermaymiz. Har doim men bilan birga aloqaga chiqib, shu o'zingizni fantaziyangiz bilan bo'lishadigan bo'lsak, bu o'sha seksual dimensiyami yoki bu shu ramkaga to'g'ri keladigan holatni ko'rib chiqamiz, to'g'ri konkret sizlarga shunga maslahat beramiz. Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanaliga ham yozsangiz bo'ladi. Savollaringizga javob beramiz. Xayr, salomat bo'linglar.